Nechta bo'lgan bular? Assalomu alaykum hurmatli chorva qozlari aka-ukalar. Bugun 7-iyul hafta kuni seshanba. Nechta bo'ldi? Tavakkal to'g'ri 15 ta. 7-iyul hafta kuni seshanba Samarqand viloyat Paxtash tumani Kalelin Chuqurmol bozoriga kelganmiz. Har doimgi reyslar darvozadan tagidan bo'lgan baraka bo'lgan mollar narx-navosini yorishga harakat qilamiz. Imkon qadar to'g'ri, aniq ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz. Aka nech pulga olasiz? O'lchab ko'rmaysizmi? O'lchab ko'rmaysizmi? Yo'q, bir o'lchamaydi, boqma mol. Boqma mol 24 million 500 ming so'm olib ketdilar aka. Arqonlar bilan ko'raverasizlar. Fikrlarni qoldirib ketaverasizlar. Bozor umumiy holatiga kelgan bo'lsak, kecha Kattaqo'rg'on bozoriga nisbatan sal yumshoqroq. Nech pul olasan shuni? 17 aka. 17 million so'm boqmacha ketyapti. Ho'kizchalar. Bo'ylari 1 metr yo chiqar yo yo'q. Ko'rib turganlaringizni aka-ukalar. Ana shuni ham bilib beradi boqma ho'kiz. Qo'zilar nech puldan bo'ldi aka? Qo'zilar 7,5 bo'ldi. 7 million 500 ming so'm. Urg'ochi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hol ko'ringlar pulini bilib beraman. 31 million so'm. Gazli, bo'yinli, boqma, chorva moli, dalaga yurgan mol oladilar akam taniyman. Bir million so'mga nima deysizlar? Arzonmi, qimmat? Mana. Yaxshilab ko'rib olaverasizlar alqonlarni. Go'shtorli ham yaxshi ham olmas. Siz 14 million so'm. Mana shu o'kizcha 14 million so'm. Aka nech pulga qayerdingiz? 3 million 200. Ikkalni. 3 million 200 ming so'm. Urg'ochi qo'chqor. Qo'chqorchalar. Nech puldan bo'ldi? 15 million, 12 million. Qarachan 15 oldingizmi? Buni 12 olibdilar, shvedcha, qarachan 15 olibdilar. Qo'chqorchalarni bilib beraylik ha. Aka nech puldan bo'ldi? 6 qo'shish, 2 bir joyga. 6 million 300 ming so'm, 3 million 150 ming so'mdan. Instagramga chiqar. Yo, YouTube'ga ketyapti. Aka bu. Qo'zi qo'chqorchalar. Ha, asosan. Aka nech puldan oldingiz buni? Nech puldan oldingiz? 13 ta o'lchab oldik. Necha kilo keldi? 470 kilo. 470 kilo 63 mingdan o'lchab olibdilar. Nima deysizlar shunga? Ko'ringlar ha? 63 ta. 470 kilo. Arzon qimmat nima deysiz? Arzon. Bo'ladi ha? Aka bu necha pul bo'ldi? 21 ga olibdilar boqmacha. Nima deysizlar? Qo'zichalar chiqyapti. Nech puldan bo'libdi? 2 million. 2 million so'mdan quyuq-suyug'i. Aka urg'ochi qo'chqor aralashmi bular? Aralash ekan aka-ukalar 2 million so'mdan. Ko'raverasiz. Nech pul bo'lgan hozircha? Yeb, onamali ekan. Nech pul bo'ldi? 22. Suti nechta? 6 ta. Bo'ladi, ro'zg'orbob. 22 million so'm 6 ta suti, yosh sigir birinchi balasi. Amakijon nech pul qayerdingiz? Suti nechta? 15 ta. 15 ta suti bilan 50 million bo'ldi. 50 million. Baliq o'kizchami? Bola o'kisi. Bu Messi-mi, biron parodami? Sardor, hibrid. Gibrid. Dolishtinga Messi mol gibrid menimcha. 50 million so'm o'rdilar. Bilmadim qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri. Arzonchi akalarimiz bozor yaxshi bo'lgan choq qilib qolibdilar, shashlik qilib yeyman. Qamasa molga hozir. Bila. Aka bozor holati qanday? Bozor mol ko'p. Arzon qimmat. Arzon desang bo'lar, qimmat emas. Aka shvecha nech pul bo'ldi? 19. Bu nech pul bo'ldi? 15. 16-chami? 15 million so'm. Çok gidavering. Bozor bo'ladimi bo'lmasa? Bozor osa bo'lar aka. Qimmatmas ha? Yo'q, bakshi zo'r. Bo'ldi.
Tutma qaytyapti. Qaytyapti, so'rovchi yo'q. Sizga yaxshi 10 bizortir. Men bilmasam, ha. 17 million turibsiz. Oqsham. 17 million. Bundan Oqsham. 17 million. Charchamanglar. Qaranglar, zo'r kartinka bizlar ekan. Aka bitta pulini bilaylik shuni. Aytamiz. Ocean bakkada. Aka nechi pulga ketdi bu? 30 million 200 ming so'm boqishga, ha? Ha, 30 million 200 ming so'm gazli zo'r mol ekan. Assalomu alaykum. 22 million so'm. Balag'on o'zincha. Baloqni ajincha 22 ming so'm. Yosh. Birinchi balasi bo'lishi kerak. Sutini nechta ekan? 4 litr deydi. Barakasini bersin, ro'zg'or bo'l, puli yengil, 4 litr sutchasi bor. Nechi pul bo'ldi? 15 million 200 ming so'm. Ho'kisi. Qaraylar, shu ona bala narxini bilib beramiz. Aka nechi pul bo'ldi bu? 6 million bala qo'chqorcham. Urg'ochiga, zo'raga qo'zichasi. 6 million 700 ming so'm. Nechi puldan bo'ldi ichkichalar aka? Ha? Nechi puldan bo'ldi? 700. 700 ming so'mdan. Bo'ladi, to'g'rimi? Aka nechi pul bo'lgan bu? Bo'g'ozmi? Ha? 7 million 500 ming so'm. Bu nechi pul bo'lgan? 4 million 300 ming so'm. Nechi pul bo'ldi amakijon? 4,5. Suti bormi? Ha? Nechta? 10 ta dedi, bilmayman. Ye böyle. 10 ta suti 14 million 500 ming so'm. O'rta yosh sigarchi. 10 ta suti bo'lsa zo'r-ku. Nechi puldan bo'ldi? 3,5 dan. Ha, 7 million, 2 euro. Barakasi bersin. Narxni aka arzon qimmat nima deysiz? Yaxshi. O'rtacha. Qimmat demayapti lekin bugun bozorda odamlar. Qo'chqorchalik ekan. Aka pulchasi qanday bo'ldi? 15 600. 15 200 g'onozuncha. Sigir qilishga mana shu shvedcha ekan. Pulga olasiz? 23 yar. Semiz aka. Qanaqaroq bo'lib tur ekan? 27. Suti nechta ekan? 5 taga garanti. 5 ta garanti. Bo'lishi bizlarcha. 13 million so'm. 13 million. Barakasini bersin. Sifatchasi o'rta ho'kizcha ekan. Aka buni puli qanday bo'pti? So'ramabdi. 4 million 250 ming so'm. Qo'chqorchi. Aka nechi pulga olasiz? 20. 20 million so'm Tiptix. Barakasini bersin deymiz, nima deymiz? Olis qo'chqorchan. Nima? Nechi puldan qaytdi? Qara birdan qo'zichalar nechi pul bo'ldi? 2,48. Ikkalasi 48. Amakijon nechi pul qayerdingiz? 23,5. 410 kilo. 23 million 500 ming so'm 410 kilo. Ha. Aka nechi puldan bo'lgan bular? 35 million. 35 million do'rdilar. Nima deysizlar, bular arziydimi yo'qmi? Aka-ukalar bozor holatini ichkaridan kirib aylanib ko'rsatib beraman. Ertalab o'zim aylanib chiqqanman, mol olganman o'zim ham. Nechi pul bo'pti mana shu? Eshitmadi egalar. Aka pulini bilaylik bitta. 19 million so'm shu ho'kizcha. 19 million. Qalay? Arzoncha akalar. Bozor holati qanday? Zo'rmi? Xudoga shukr, yaxshi. Arzon qimmat. Normalni. O'rtacha. Sotganga arzon deydi, olgan qimmat deydi. Tirikchilik. Bozorlarni bersin. Aka-ukalar sizlar aktiv bo'lib tursanglar, bozorlar umumiy holatini ham ko'rsatib beraveramiz. Mana kirgandan ho'kiz bozor.
Aka buni pulini bilmaysizmi? Aka nech puldan so'radingiz? Bunisi savdo. Nech puldan? Bunisi 37 million bo'ladi. Tarozi nech pul? Qarasang shunday savdo. 37 million so'ralib turibman shimol. Arqonlar bilan ko'raverasizlar. Bir minut. 25 million so'm bozorda so'rab turibman shimolcha. Ko'ryapsizlarmi?